Allah razı olsun. Men bugunga bo'ladi deb syomkalar tugatsam, bu usta ukalarimiz oqshom bo'lishiga qaramay mana ajoyib qilib kafelarni devorlariga teryapti. Hasan usta, charchoq yo'qmi? Allohga shukr. Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Ha, bu yoqda Asqar usta. Usta hormaganda. Salomat bo'ling. Men syomkani tugatibman bugunga bo'ladi deb. Gap yo'q, gap yo'q. Bo'lmasa hali Gap yo'q. ishlarimiz ketyapti. Mana ishlar zo'r. Kamchilik yo'qmi, kamchilik? Kamchiliklar yo'q, Allohga shukr. Alloh razı olsun. Qo'llaring dard ko'rmasin, yigitlar. Pop muzika deymi, nima deydi? Muzika jangovarcha bo'lsin. Gap yo'q, gap yo'q. Yigitlarga gap yo'q. Rahmat. Bu dunyoda ham Alloh o'zini ajr savoblarini bersin shu yigitlarga. Ulug'bek, charchoq yo'qmi? Ajoyib chiqyapti. Rahmat shu yigitlarga. Kamchiliklar, e'tirozlar yo'qmi? Yo'q, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Bo'ldi, bu videoni ham joylab qo'yamiz endi. Ha, yigitlar charchamanglar. Men ketdim. Omon bo'linglar. Yaxshi dam olinglar. Hasan aka, omon bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi dam oling. Ikkovi ustiga o'xshab bir narsa qilyapti. Ishlarga omad.